Foydali kontent qidirib vaqtingni qilma qurbon. Ma'lumotlar akademiyasi bu top daraja ishon. Video yoqsa like-ni bos, kanalga bo'l obuna. Do'stlaringga repost qil, ko'rib deyishsin voy bo oh. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutib qo'ymangizlar. Iltimos qilib so'rayman. Va ushbu kanalimizga ham ma'lumotlar akademiyasining kanalimizga ham do'stlaringizni chaqirishingizni iltimos qilib so'rayman. Va bugungi videomizga ham albatta bir dona like bosib qo'yishni ham iltimos qilib so'rayman. Keyin esa kanalimga kirasiz. Bizni qolgan ijtimoiy tarmoqlarimiz va kanallarimizga ham obuna tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilib so'rayman. Masalan, Instagram havolam, Abzoni Telegram kanalim, ikkinchi YouTube kanalim, Qo'shiqlar bot havolam, Telegram kino kanalim va Musiqalar zona musiqa kanalim. Shularga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lar edim. Bugungi videomiz endi bilasizlar, sun'iy intellekt degan narsalar rivojlanib ketyapti. Hozir men sizlarga eski yirtilib ketgan rasmlaringizda qayta tiklashni o'rgatib qo'yaman. Shu orqali ham endi birovlarga qayta tiklab berib, yaxshigina pul ishlashlaringiz mumkin bo'ladi. Tayyormisiz? Unda videoni boshladik. Bizga kerak bo'ladi eski rasm, bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bizga mana bu Gemini programmasi kerak bo'ladi. Gemini programmasiga kirganingizdan keyin mana bu Create Image ni bosasiz. Bosganingizdan keyin rasmni yuklaysiz. Mana bu rasmni yuklaymiz. Hozir 3 Pro Flash Light, hozir bittasini tanlaymiz. Tanladik. Endi mana bu promptni yozib qo'yamiz. Promptni yozganimizdan keyin tanishga ketamiz. Sal kutamiz, rasmni tayyor qilib beradi. Ozgina kutamiz. Qani? Mana rasm chiqdi. Ko'rdingizmi? Shunday qilib eski yirtilib ketgan o'zingizda rasmlaringizda jonli rasm jonli deb uzr. Shunaqa Живой, ya'ni tiklangan rasm qilsangiz bo'ladi. Bu usul juda ham bomba usul. Shu, masalan, Gemini orqali ko'p ishlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Misol, musiqa yozib beradi, musiqa pastalab beradi, hatto eski rasmlaringizni ham tiklab berishi mumkin. Ya'ni o'zingizda bor, yirtilib ketgan rasmlaringizni bemalol tiklasa bo'ladi. Xo'p, bemalol buni yuklab olsangiz ham bo'ladi. Endi qarang. Chiromiga kiramiz. Kirganingizdan keyin eski rasmlarni mana shu yerdan qidiramiz-da. Eski xira-shira oq-qora rasmlaringizni rangli formatda qilib berishi mumkin. Hozir mana shu opani rangli, ya'ni chiroyli formatga qilamiz. Rasmni yuklab olamiz. Yuklab olingan rasmni qaytadan qo'yamiz. Albatta ushbu Gemini sun'iy intellektini imkoniyatlari juda ham bomba, ko'p. Rasmni yukladik. Endi promptni yozamiz. Ushbu promptni biz Abzoni Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. Telegram kanalimizga o'tib, ushbu promptni olib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi.
qilamiz. Hozir ushbu opani juda ham bomba ko'rinishda qilib beradi. Mana shu prompt. Albatta bizga obuna bo'lib va videomizga bir dona like bosishda esingizdan chiqib qolmasin. Iltimos qilib so'rayman. Ozgina kutamiz. Tak. Nima deyapti endi bu? Hozir laydi ko'rinishni qilsak-chi. Yana ozgina kutamiz. Agarda undan ham bomba qilishni xohlasangiz, ushbu Gemini ilovasini Pro versiyasini sotib olishingizni maslahat beraman. Shu orqali eski rasmlarni mana shunaqa ko'rinishga keltirib, internet orqali juda ham zo'r pul ishlasangiz bo'ladi. Mana hozir xato qilib yubordi. Qaytadan qilamiz. Yuklaymiz. Ozgina kutamiz. Original. Hozir mana bo'ldi. Mana bo'ldi. Bomba ko'rinishga qilib berdi. Mana ushbu opani rangli formatda bomba ko'rinishga qilib berdi. Salgina kutish kerak ekan xolos. Mana. Endi qarangizlar. Yana bitta usul bor. Bu opani hozir yuklab olaman. Shuna qilib oq-qora rasmlarda rangli formatga yirtilib ketgan rasmlarni ham rangli ham o'zini tiklab beradigan yagona ilova mana shu Gemini bo'ladi. Tak rasmni yuklab olamiz. Nima uchun rasmni yuklab oldim? Sababi nima? Sababi mana shu People versiyasi bo'lganligi uchun o'zini reklamasini sekingina qo'yib qo'yadi mana yulduzcha. Shuni yo'qotish kerak. Bizga yo'qotishimiz uchun biz hozir mana bu ilova kerak bo'ladi. Bu ham shu kerak bu orqali ham rasmlarni yasasak bo'ladi. Tak rasmlarini ya'ni tiniqlashtirsa, ya'ni har xil rasmlarga yozuv, rasmlarni tekstlarini olib tashlasa bo'ladi. Mana shu kerak orqali. Bu kerakda ham albatta Play Marketda bor kerak. Yozsangiz chiqadi, yuklab olib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hozirgi vaqtda bilasizlar, shunaqa AI tizimlari, ya'ni rivojlanib ketyapti. Hozir vaqt boriga hammasini o'rganib qolish kerak deb bilaman. Demak, bu joyiga mana bu Edit Image'ni bosamiz. Bosgandan keyin mana bu opani yuklab, mana shu opani joylashtiramiz. Joylashtirgandan keyin yozamiz. O'zbekcha yozsangiz ham tushunadi menimcha. Pastdagi kichkina yulduzchani o'chirib tashlang. Salgina kutamiz. Hozir Image with limit. Bila. Ko'p marta rasm yasaganman, limit tugab qopti. Hozir boshqa akkauntimni kirgizaman. Bundan chiqib ketaman. Hozir ozgina qoldi. Boshqasini kirgizaman. Mana shuni kirgizaman hozir.
Bo'ldi. Albatta, bizning kanalimizga Ma'lumotlar Akademiyasi kanaliga obuna bo'lib qo'yingizlar, iltimos qilib so'rayman. Endi esa yana o'sha edit emakini bosaman, rasmni yuklayman va mana shuni yozaman. Ozgina kutamiz. Ozgina sanayapti. Mana endi qaraymiz. Mana bo'ldi, qarangizlar. Mana shunday qilib rasm yasab internet orqali, misol birovlarda mana shunaqa masalan eski rasmlarini tiklab berib, yaxshigina pul ishlasangiz bo'ladi. Mana qaysi programmada yasalgani ham bilinmayapti. Umuman bilinmaydi. Mana yulduzcha yo'q. Mana shunday qilib yuklab olamiz. Galeriyaga ko'chadi. Albatta ushbu videomizni maksimalni do'stlaringizga tarqatib qo'yishni unutib qo'ymangizlar. Iltimos qilib so'rayman. Va do'stlaringiz ham ushbu kanalimizga albatta obuna bo'lib, ushbu videomizga bir dona like bosib qo'yishlarini ham iltimos qilib so'rayman. Mana kutamiz. Mana juda ham zo'r yasab berdi. Mana shunday qilib yasab beradi. Demak, hozirgi videomiz mana shu edi. Keyingi videolargacha uchrashguncha deb qolaman. Albatta ushbu videomizga bir dona like bosib qo'yishingizni ham iltimos qilaman. Va kanalimizga Ma'lumotlar Akademiyasidagi kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmachasini ham bosib qo'yishingizni iltimos qilib so'rayman. Hozircha rahmat hammaga. Xayr, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.